Salom, bugun men sizlarga turli naskcha tikishni o'rgataman. Hozirgi yoz mavsumi uchun juda ham qulay. Buni bichish, tikish juda ham oson. Buni tikishda razmerlash, o'lchash shart emas. Faqat oyog'ingizga kiyib, ruchka bilan belgilab olsangiz bo'ldi. Bu naskchamizni tikishda katta ko'sovlar, matolar sotib olishingiz shart emas. Uyingizda bor mayda ko'sovlardan, mayda to'rchalardan bemalol tikib olsangiz bo'ladi. Faqat matoyingiz ozgina cho'ziluvchan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ruchkada shunaqa qilib belgilab olganingizdan so'ng, old qismini, endi orqa qismini ham belgilab qo'yamiz. Matoyimiz cho'ziluvchan bo'lgani uchun chok haqqi berilmadi. Ozgincha belgilagan joyimizni endi aniqroq belgilab olib, qirqib tashlaymiz. Past qismi ozroq aylana shaklda tushadi. Oyog'ingizda qolipda chiroyli chiqishi uchun. Endi bu taraflarni ham aniqroq belgilab olamiz. Belgilab bo'lgandan so'ng boshidan boshlab qirqib boramiz. Ikkala tarafni ham qirqib bo'lgandan so'ng oldi qismidan 1-1,5 santimetr pastga tushib olamiz. Bu oyoqda chiroyli turishi uchun o'sha belgilagan joyimizni kesib olib tashlaymiz. Oldi qismini qirqib bo'lgandan so'ng endi esa to'r uchun yana olib tashlaymiz. Oldi qismidan 4 santimetrlar olib tashlaymiz. Olib tashlagan matomizni tashlab yubormaymiz. To'r uchun andoza sifatida foydalanamiz. Mana shunaqa mayda to'rlaringizni tashlab yuborishga shoshilmang. Ulardan bemalol chiroyli narsalar yasasangiz, tiksangiz bo'ladi. Shu joyiga e'tibor bering, to'rni ozroq matodan elroq qilib olyapman bo'yiga ham. Chunki to'rni cho'zilishi yo'q, matoni cho'zilishi bor. Tikkanimizni kichkina bo'lib qolmasligi uchun. Shu joyiga to'rni ulashimizda ozgina matoni cho'zib ulaymiz. Endi navbat manjit qismiga keldi. Manjit qismini olishni ham ko'rsataman. Manjitni olishda bo'yiga cho'zilishini hisobga olingizlar. Manjitni bo'yini 5-6 santimetr qilib eniga
Buklangan holatda 2 santimetr qilsangiz bo'ladi. Bichib ham bo'ldik. Endi sizlarga tikib ko'rsataman. Birinchi ulashimizda to'r qismini ulab olamiz. Boya aytganimdek, matoni ozgincha cho'zib ulaymiz. Endi esa ikki yonlarini ulab chiqaman. Hamma tarafini ulab bo'lgandan so'ng manjit qismini ulaymiz. Ikki yonini birlashtirib tikib olamiz. So'ngra buklaymiz. Shunaqa qilib manjit qismini ulashda chokini orqa qismini chokiga birlashtiramiz. Shu tarzda tikamiz. Shu joyiga ahamiyat bering. Shu yerda tikishimizda cho'zilishini birday ushlasangiz, tekis hamma joyiga birday chiroyli bo'lib tushadi. Agar biron joyini qattiqroq tortib yuborsangiz, o'sha joyi burishib yoki tortilib qoladi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, like bosishni unutmang. Mana noskimiz ham bitdi. Endi iplarini olib tashlab kiyib ko'ramiz.